Dunyodagi eng katta hajmga ega bo'lgan top 3 ta o'yinni ko'rib chiqamiz. 3-o'rnimizda Red Dead Redemption. Naqd 150 GB dan oshiqroq. Gentlemen, this is a robbery. Ikkinchi o'rnimizda esa Call of Duty Modern Warfare. Naqd 2 GB dan oshiqroq. You are moving a weapon of war. The kind we didn't. Va nihoyat, birinchi o'rnimizda tasavvuringizga ham sig'maydigan darajada katta hajmga ega bo'lgan Microsoft Flight Simulator o'yini. Hajmi 2,5 million gigabaytdan oshiq. Qanaqasiga 2,5 million gigabayt kompyuterga sig'adi deb o'ylashingiz mumkin. Kompyuteringizda 600-700 gigabayt atrofida joy egallaydi, qolgani serverda turadi. Sizga kerakli kartinalarni yetkazib beradi. Siz o'ynagan eng katta hajmga ega bo'lgan o'yin qaysi? Kommentariyada yozib qoldiring va obuna bo'lishni unutmang.